Assalomu alaykum barchalaringga, musofirda yurgan Moskvada yurgan qadrdonlar, sog'misizlar. Menga shu Telegramdan bir ikkita ukalar yozdi. Iltimos shuni aytib chiqing deb. Shuni aytmasam bo'lmaydi. Hozir Moskvada ham mashinistlar ko'payib ketibdi akalar. O'zi bilardim. Prosta bitta ikkitasi yozdim demadim, hozir ko'payib ketibdi. Kecha kuni bitta ukamiz ham yozdi. Xullas iPhone 17 ga aldanib qolgan ukam. Bitta ukam bratishga. Xullas targoviy sentrlarda yurasizlar-ku. Mana bunaqa odam g'oljunjilarda yurasizlar, mana bunaqa. Shu yerda yurganda shuna bo'layotganki, xullas eri xotin kelib, yo o'zi yo eri xotin. Hozir ukamizni eri xotin kiydirib ketgan ukamizni. Ehson bo'ladi. Xullas bolam kasal. Mana telefonda oling o'zi 100 mingni oshib qolganman. 60 mingga qilib beraman. Iltimos, mana rasmini ham ko'rsatgan bolasini shu telefonni ustiga qo'yib olganda. Keyin oling degan, keyin ukamiz chiqqan, o'zi targoviy sentrga aylangan chiqqan. Ular biladda puli bor, sal lo'qroq insonlarni biladi. Ular biladda, ular yana qo'yib ketgan, professional bo'lib, lo'q insonlarni biladi. Keyin xullas qo'liga iPhone 17 ni bergan, originalini. Mana tekshirtirib oling xolasangiz. Liboy magazinga, Beeline ofisga yoki Tele2ga kirib tekshirtirib oling degan. Tekshirtirgan, telefoning original degan. Rasmga ham olgan, o'zining telefoni bilan o'sha telefon sotgan odamni o'sha shusterlik qilib qo'ygan ukamiz. Shusterlik qilib qo'yganki, o'sha ikkovini olgan, o'zining telefoniga ham rasmga olgan. Xullas, rasmga olgan. Tiniq rasmga olishlari ham, zvuklari ham yaxshi, tekshirtirgan, original degan. Endi biz sotmasdik, shu pul kerak bo'lib qoldi, bolamiz kasal, yotibdi. Shunaqa deb aytganda, endi pul jo'natishimiz kerak O'zbekistonga iltimos degan. O'zi olish niyati bo'lmagan iPhone. Shunaqa qilib aldab ichiga kirganda bolani ko'rsatgan, bitta bolani qayerdan bo'lsa tug'gan kasal bolani. Xullas shunaqa qilgan. Keyin telefonda olgan, telefonda olib turib, sen keyin korobkasiga solib beray deganda, xotiniga bergan, xotini sumkasida dublikatini, original emasini tayyorlab turgan. Uni sumkaga boshqa joyga solib turib, korobkada Xitoyni olib bergan. Xitoy turadi, 7,000-8,000 rublni sotyapti hozir Xitoyni. Xullas o'shani bergan, mana tekshirib olgan ochib degan, ochib turib ko'rgan, o'sha xuddi o'sha bir xil ajratilmaydi. Rasmlari ham bir xil, fon rasmlari ham. Keyin shuni sotganda yo'q bo'lib qolgan. Keyin uy xonaga borgan. Shunaqa 60 ming rublga shunaqa telefon oldim, iPhone 17 degan. Qaraganda Xitoy bo'lgan. Rasmga olish ham xira, ishlashlari ham neto. Xullas otib ketgan. Shu ukamiz iltimos qilyapti, aka aldanib qolmasin hech kim, shunaqalarga deyapti. Shu targoviy sentrlar, metrolardan chiqqanda shunaqalar turibdi, hushyor bo'lasiz. Men o'zim ko'zim bilan bo'lgani yana bitta akamiz choyxonada o'tirdim. Asabi buzilib o'tiribdi-da. Aka, nima bo'ldi desam, lishni 2000 rublga o'sha metrodan chiqqanda telefon olib 2000 rublga 30,000 rublga tushdim deydi. Hamma dokumentlari bor. Nimaga buni qanaqa bo'lgan? Xullas 2000 rublga telefon olgan. Olganda o'g'irlangan bo'lgan. Shu bir haftaning ichida shu egasi, telefonning egasi shu melsalarga bergan. Shu telefonni yoqsangiz, shu topiladi baribir. Hozirli bo'yib bitim topib oladi. Keyin topgan, xullas melsaxonaga borib 30 ming ishtirab qo'yib egasiga telefonni bergan. Endi bu ikkinchisi bo'lyapti. Keyin hozir yangi qurilish, yangi domlarda ishlayotgan ukalarimizga aldanib qolmanglar. Domma-dom yuribdi. Tillo sotamiz deb. Tillo sotamiz deb turib 80 minglik tillo 30 ming rublga tushdi, spochka deb. Shunaqa ham yuribdi. Xullas, ularga ham aldanib qolmanglar. U ham meni ko'zim oldida bo'lgan. Aka, nima bo'ldi desam, unga ham o'zim shohid bo'lganman. Bir akamiz aytgan. Shunaqa tilla oldim, original emasmi deb. Qarasam, alimen emas, alimen. Aka, bu xafa bo'lmaysiz, mayli
o'zlarini teshib chiqadi. Bu aliment kirganki shu 80 minglik nimamiz tillomiz 30 ming skaga tushib qoldi degan. Xullas dorilarni surkab temirlarga chiqib mana probasini ham ko'rsatgan. Keyin u chisti tillo bo'lgan. Keyin sendan paketga olib beraman yangi deb turib paketni olib bergan. Ishonmasang ko'r ana probasini degan. Shunday ochgan, endi mohirlik bilan probani yozib qo'yganda, mohirlik bilan shu probasini ham yozib qo'ygan, deb ko'rsatgan. Original degan, olgan aliment. Aliment urib ketgan. Shuning uchun hozirgi Moskvada ishlayotgan akalar, ukalar, musofirlar ogoh bo'lib, hushyor bo'lmasangiz, qo'pol qilayotganda birpasda itarib ketishadi. Shuning uchun hushyor bo'ling. Shu Moskvadan ishlagan do'stingizga jo'natib qo'ying. Manfaatli bo'ladi inshaalloh. Onani kuydirib aytyapti-da, bilib turibman. Telegramda yozdi. Aka deydi. Halol mehnat qilib ishlab topib, monolitda ishlayotgan, halol mehnat ishlab topib oyligimni oldim. Shu bir aylanib kelaman. Olish niyati yo'q edi. U bolasini ko'rsatib, yig'lab shunaqa qildi. Men ishonibman. Buni men aytdimki, rasmini menga tashab qo'ying. Telefon nomerini ham beribdi. Telefon nomeri ham ishlabdi. Telefon nomerini sirasi blok qilgan. Telegramini beribdi. Men videoni dedim, Telegramga tashab qo'ying dedim. Keyingi safar rasmini qo'yib chiqamiz. Berib bo'lsa yaxshi, bermasa rasmini qo'yib chiqamiz dedim. Xudo xolasa bersin, mehnat qilib ishlagan. Shunaqa aldanib qolmaydi jigarlar. O'zlaring ketyaptinglar. Shunaqa mashiniklar hozir musofirlarni aldab, shunaqa o'yinlar, shunaqa qilayotganlar. Xudodan qo'rqmana. Ro'za-oy Ramazon kuni Xudodan qo'rqqan. Shu bir oy Xudodan qo'rqib tavbangni qilgan. Zora shu bir oyda ichida o'zgarib qolsang, insof berib qolsa, mashinikligingni qilmay tur. Senlarga maslahatim. Shu nima bo'lsa musofirlikka osiladi-da. Shu shirinmi deyman? Shu musofirda puli shirin shekilli-da. Bilmaydiki bitta qanaqa pul topishdi. Salomat bo'lasizlar. Xudolarga rahmat.